Bu usul qaysi usul deb so'rashinglar mumkin. Bu o'sha mashhurlashayotgan ispan butasi usuli, ya'ni keldik, o'rtani tozalaymiz. Maksimalli birinchi yillarda, ikkinchi yillarda pastdan 5-6 ta shox paydo qilib olishimiz kerak. Biz odatda bilasizlar 45-50 santimetrdan boshlaymiz va shu atrofda yaxshilab shoxlatib olamiz. Mana bu 2 yoshga to'lgan, 3-yilga ketayotgan daraxtlarimiz. Shoxlarni ko'rishinglar mumkin, yetarlicha bor. Va ispan butasida o'sha 5 ta 6 ta atrofga 4 ta 5 ta 3 ta bilan ham qilsa bo'ladi, yaxshi ochilgan bo'lsa, bo'lmasa biz qayta kesib shoxlatamiz. 5 ta 6 ta shoxni atrofga joylaymiz va qaytarib kesamiz. Bu nimaga olib keladi? Bu yerdan yuqoriga kuchli 2 ta 3 ta shox chiqadi va mayda juda yon shoxlarimiz chiqadi. Esinglarda bo'lsa, o'sha Avstraliya butasi deymiz. Men gilos kitobimda turibdi. Gilos yetishtirishning katta kitobi. Buyurtma berib oladigan bo'lsanglar, o'sha yerda bu holatda kirbovka qilib ham chiqarish mumkin. Lekin daraxtlar hammasi har xil o'sganda bu narsani qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda o'sha mayda shoxlar chiqarib, sekin-sekin 1-2 yilda tarbiyalaymiz va mevaga yotadi bu shoxlarimiz. Keyingi yildan yengil meva terishni boshlasak bo'ladi. Xo'p, kesishda davom etamiz. Mana bunaqangi o'sgan shoxlarimiz ham bor. Birinchi o'rinda yerga yaqinlab olamiz. Gerbitsid sepishga bizga xalaqit bermasligi kerak va bu yerda atrofga shoxlatadigan usulda qilishim kerak. Shuning uchun ularni kesyapman. Buni ham tashqariga ursak bo'lar ekan. Umumiy holatda o'rtani ochib oldik va o'sha qaytarib kesib shoxlatishda davom etamiz. Umuman xunuk holatida hozir o'rtani ochib shoxlatishga harakat qilyapmiz. Bu yerda ham mana bir-biriga yaqin turibdi, lekin qaysi biri kuchli ketadi ertaga bilmaymiz. Bu yonga qarab yaxshi ochilib ketsa, buni qoldiramiz, bo'lmasa bunisini qo'yamiz. O'shaning uchun buni olsam o'rta ochiladi mana. Qoldirsak ham bo'ladi, lekin o'sha kesishga qaror qildim. Atrofga joylayapmiz. Bu yonlarini ham yengil-yengil kesib qo'yamiz, yerga tegib qolmasligi uchun. Demak, keldik. Asosiy shoxlatib olish birinchi o'rinda. O'rtani ochdik va yonga qarab shoxlatish uchun kesamiz. Sekin-sekin o'z shakliga yotib, chiroyli bo'lib ketadi. Bitta mana chiroyli holat ko'ryapsizlar. Buni olamiz va qolgan hammasini qaytarib kesib qo'ysak bo'laveradi. Endi KGB usulidan ko'ra, KGBda o'sha tanalarda olish daraxtda mevalar asosiy tanada bo'ladi va sovuq uradigan regionlar, Toshkent viloyati umuman shu kuchli sovuq bo'ladigan joylarda shu kurtegini urgandan keyin yalang'och shox paydo bo'lyapti. Shuning uchun hozir ispan butasini ko'proq sovuq uradigan yerlarga tavsiya qilyapman. Yon shox chiqadi. Sovuq urgan taqdirda ham uni kesib yana yon shox chiqarishimiz mumkin. Yangilashimiz oson bo'ladi. Toshkent viloyati va Qibray tumanlarida va boshqa tumanlarda ispan butasini ko'proq oldiga surib yetishtirishni reja qilyapmiz, xudo xolasa. Ya'ni moslashish bu O'zbekistonda sovuq havosiga KGB usulida boshlanadi hamma narsa. O'sha birinchi, ikkinchi yil pastga juda kuchli qilib kesib shoxlatib olishimiz kerak. Bular juda uzun qo'ya olmaymiz. Chunki bo'shliq paydo bo'lib qolishi mumkin. Mashdan bizga bitta yo ikkita yon shox bersa 1 kilo 2 kilo meva bor. O'rtacha 8 kilo meva, keyingi etajda yana 8 kilo, 15-16 kilo meva bilan 10 tonnaga chiqish imkoniyatimiz bo'ladi va ko'p katta shox kerak emas, bizga quyosh nuri kerak. Shuning uchun tushuninglar, yon shoxlar paydo qilib olganimizdan keyin juda ham ko'p kerak emas bizga. Qalin yon shox kerak bizga. Mayda juda yon shoxlar mevani iriylashtirmaydi. Mana o'rtasini olyapmiz. Bu ham o'rtada. Mana o'rta ochildi. Mana bu tomonda bular yonlar bizga kerak emas. Buni qaytarib kesamiz hozir va juda baland qilmasdan kesib chiqamiz. Juda oson, qulay. Juda ham uzunlarini ozgina kaltalatib qo'yamiz. Hozirgi mana O'zbekiston bozorida sifatli gilos ko'chatlar yetishmovchiligi sezilyapti. Yaxshi payvandlikda, yaxshi nav, yirik bo'ladigan, biz zonaga tushadigan, siz zonangizga tushadigan giloslar topish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun Nordshontol Park and Plants'da sizlar uchun maxsus taklifimiz bor. Kremsk 5, Kremsk 6
Krimskiy 6 bu yarim pakana payvandlik tezroq mevaga kiritadi. Shularni biz 2027 kuzga chiqarib berish uchun 2026-yilda iyul oyigacha bizga zakaz qilib qiziqish bildiradigan bo'lsanglar 20% chegirmani e'lon qilyapmiz va siz xohlagan navni payvand qilib beramiz. Ya'ni Krimskiylar ular o'zini isbotladi, issiq sovuqda, biz regionlarda suvsizlik muhitida va turli stress muhitlarda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Shuning uchun bu payvandliklarda biz davom etamiz. 100 minglab biz payvandliklarimiz bo'lyapti. Kelib ko'rib, undan keyin zakazni berib ketinglar. Biz payvand paytida, payvand 26 mana iyul avgustda boshlaymiz. Shundan oldin sizlar zakazinglar qabul qilamiz va 27 kuzga yetkazib beramiz. Shu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Erta harakat qilganlar birinchi bo'lib yaxshi sifatli ko'chatlarni va chegirmani qo'lga kiritadi. Rahmat. KGB usulida tarbiyalayotgan bo'lsanglar, hech qanaqa muammo yo'q, davom etaverasizlar. Bu o'sha aytganimdek, sovuqdan zararlanish mumkin bo'ladigan regionlar uchun maxsus ishlab chiqdik buni, xudo xolasa. Ya'ni amaliyotda qo'llayapmiz. Ham o'rtada. O'rtani ochib olamiz. Qolgan shoxlar qoldiraverasizlar. Hech qanaqa ko'p shox kesib bo'lmaydi. O'zi baquvvat o'syapti, bular ham o'sib oladi. Mevaga yaxshilab yotib oladi. Kuchsizlangan sari mevaga yaxshi yotadi daraxtlar. Kuchayib ketgan sari yotish, mevaga yotish qiyin. Shuning uchun o'sishni balanslashtirishimiz kerak. Bizga kuchli o'sishi shart emas. Bitta mana o'rta aylanamiz bor. Shuning uchun bundan voz kechaman. O'rta ochildi. Endi qaytarib kesish qoldi. Darvodagi orqa tomonga qarasak, daraxtlarimiz hammasi bir xil chiqish kerak. O'rtasida yo'q, aylana bor va bo'yi ham bir xilda ketish kerak. Shunda shtam baland bo'lib qolgan daraxtimiz bo'y baland ko'rinyapti. Ikkitasiniki o'sha boshlanish yillarda shtamni ko'tarilib ketishi yaxshi emas. Bunaqa joylarimiz ham bor. Mana KGB uchun shox ko'p bo'lsa, eng chiroyli yotadi. Buni KGB kesish juda ham oson, ya'ni hammasini yon shoxlarini olib chiqsak, masalan, tayyor KGB daraxti paydo bo'ladi bitta. Lekin bitta bog'da ikkita usulda aralashtirib olmaymiz. Mana sizlarga ko'rsatish uchun, ya'ni KGB ga qanaqa qilib chiqamiz deyilsa, mayda shoxlarni olib tashlaymiz odatda. Chunki oradan chiqqan soyada qolib ketadi. Bular mevasi ham yirik bo'lishi qiyin ertaga. Deb qarasangiz, tayyor KGB daraxtimiz paydo bo'ldi. Odatda qalin shoxlar biz olib tashlaymiz. Masalan, bitta qalin shoxni olish bilan mana sizlar faqat shox soni bo'lishi kerak KGB uchun. Mevaga yotqizish uchun zo'r usul. Endi buni ispan butasiga o'tkazmoqchi bo'lsak, o'rtadan chiqqanlar olib, qolganlar hammasini bo'yini tenglashtirib qo'yamiz. Ya'ni mana hozir kelganimizda bu ko'rgazma uchun bitta mana bu KGB usulida, buni biz ispan butasi usulida bunchalik shoxlash butun bog' bo'ylab topish qiyinroq sal. Shuning uchun iloji boricha mana shu ispan butasiga o'tib, tanada emas, yon shoxlarda meva olish, sovuq urushga qarshi kurashda eng katta bir qurol sifatida biz foydalanmoqchimiz. Podpiskani bosinglar, kommentariyada savollar bo'lsa yozinglar va Telegramga o'tadigan bo'lsanglar, juda ham foydali kontentlar bo'lyapti va gilos tarbiyalash usullarini ham qo'yib qo'yamiz. Pechatdan chiqarib alohida o'zini o'qib olasizlar. Agar to'liq menga variant kerak desanglar, gilos yetishtirish katta kitobiga hozir buyurtma beringlar. Kitoblarimiz sotuvda bor. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. 18-mart 2026-yil Winters yumshoq po'choq bodomlarimiz. Shusta mana. Buyog'i nampara. O'riklarda sovuq urdi, bodomlar sovuq urgani yo'q, hech qanday zarar yo'q. Xudo xolasa mana endi gullayapti. O'riklar qo'zg'alib gullaganlarni urib ketdi. O'rikdan keyin gullaydi har safar. Shuning uchun o'rikda sovuq urmaydigan joylar uchun yumshoq po'choq bodomlarni olib eksanglar bo'ladi. Ta'mi ham juda ajoyib shirin. Sog' bo'lasizlar. Parkent Plansga murojaat qilamiz.